Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu meni balamni xonadoniga yig'ilgan ham qishloqlarim, opalarim, singillarim, o'rtoqlarim, ham qizlarim, o'g'illarim, hammalaring xush kelibsizlar. Mana shu kelin kuyovga uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Borgan joydan unib, o'sib, ko'payib, qaynotasini xizmatini qilsin. Serfarzand, davlat bo'lsin. Ziyodulla bilan Oydin ham sog' salomat bo'lsin. Yaxshi kelinlarni qilsin, yaxshi kuyovlarni qilsin. Hamisha hammani xonadonida mana shunday yaxshilik kunlar bo'laversin. El yurtimizda tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hamma barchani xonadonida yaxshi kunlar, to'ylar bo'laversin. Qatorida mani ballarimnikida ham bo'lsin. Mana shu Zebinisa senimizga ham alohida rahmat. O'g'lilarim bilan mana shu el xizmatidan charchamasinlar, sog' bo'lsinlar. O'g'lilarim ham sog' bo'lsin. Bularning ham xonadonida yaxshi to'ylar bo'lsin. Hamisha mudom mana shunday el xizmatida xizmat qilib yurishlarini Alloh taolo nasib aylasin. Xush kelibsizlar, hammalaringga rahmat. Olib yeb ichib o'tiringlar, kelganlaring uchun rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar. Bu qarsaklar hammasi onajon siz uchun. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Kuyovim Ziyodulloni qizim Oydinoyni xonadoniga xush kelibsizlar hammanglar. Mana nevaram Suzanaxon kuyov bilan baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, borgan joyidan unib o'sib, o'g'illar qizli bo'lsin. Elimizni eng oldi sevgan kelin kuyovlardan bo'lsin. Hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Allohdan baxt tilab qolaman. Baxtli bo'lsinlar. Hammanglar xush kelibsizlar. Rahmat tilayman. Alloh rozi bo'lsin. Mana bugun elimiz oldiga dasturxon yozgan ajoyib inson. Hurmatli inson. Bejiz aytishmaydi. 3 ta farzandi, qizi bor inson jannatdan bemalol jannat eshigi ochibdi. Siz bilan mani otamga Allohim bergan ekan. Mani otamda 9 qizi bor. Buni qarang. Qizi bor insonning qadri bo'ladi. Men o'ylaymanki, bugungi kuyov bolamiz ham sizning xonadoningizga mana shu farzandingiz qatorida chiroyli farzand bo'lib kelsin. Oq miltiq, qora miltiq otgan otam yor. O'z qizini yor qilib sotgan otam yor. O'z qizini o'rniga bodom eksin yor. Bodom shoxi egilganda bolam desin. To'ylar muborak bo'lsin. Ertalab nahor oshlar berdingiz. Hojilarni duolarini oldingiz. Ijobat bo'lsin. Marhamat, eng chiroyli tilaklar otalardan. Assalomu alaykum. Xonadonimga xush kelibsizlar. Mashqimni baxtim bo'lsin. Akaningiz kelsin. Qarsaklar bormi otalarimizga? Kimda kim yuragidan qarsak cholgan bo'lsa, uyida faqat to'y bo'lsin, eridan har oy 50 mingdan o'ziga addenna kelsin. Kim qarsak cholmay, indamay kavshanib mazza qilib o'tirgan bo'lsa, uyini chichqon bosib bir tinga zor bo'lsin. Keling qarsak cholamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Keling onajonim, keling. Oq yuvib, oq tarab, qarg'aga cho'xtirmang, oftobga oldirmang. Yaxshi bir xonadonga kelin qilib uzatyapsiz. To'ylar muborak bo'lsin, kuyovlar muborak bo'lsin. Marhamat, endi qizingizga bo'lgan shirin tilaklar. Doka ro'mol yengini so'kdim onam yor. Oq sutingga rozi bo'lgin ketdim onam yor. Ket bolam keta qol, har yerda bo'l yor. Har zamon bizlardan xabardor bo'l yor. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat opa. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu xonadonimizga hammanglar xush kelibsizlar. Oldinglarga qo'yilgan noz-ne'matlardan yeb ichib o'tiringlar. Men farzandlarimga baxt tilayman. Ilohim qizim borgan joyida o'nib o'sib, Xudoyim menga qilgan kamchiligini qizlarimga hech qachon ko'rsatmasin. Ilohim baxtli bo'lsin. Albatta baxtli. Bobojonlari qani bobojoni ovalar? Ovalar, tog'alar, bobolar bormi, ammalar? Keyin sizlarga men navbat bermayman aytib